Shohruxxon haqida 25 ta fakt. Salom do'stlar, X-Fact kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomiz Bollivud qiroli, romantikaning shohi, millionlab yuraklarni zabt etgan aktyor Shohruxxon haqida 25 ta fakt bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz boshladik. Boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shohruxxon 1965-yil 2-noyabrda Dehlida tug'ilgan. Uning laqablari SRK, King Khan va romantika qiroli. Otasi mustaqillik kurashchisi, onasi esa sudya bo'lgan. U Dehli universitetida tahsil olgan. Karyerasini Fauji seriali bilan boshlagan. Kino olamiga Devona filmi bilan kirib kelgan. Eng mashhur filmlari DDLG, Kal Ho Naho, My Name is Han. 14 ta Filmfare mukofotini qo'lga kiritgan. Red Chillies Entertainment studiyasi unga tegishli. IPLdagi Kolkata Knight Riders jamoasi egasi hamdir. U dunyo bo'ylab eng taniqli hind aktyorlaridan biri. Uning boyligi $700 million dan ortiq. 1991-yildan beri Gauri Khan bilan turmush qurgan. 3 farzandi bor. Aryan, Suhana va Abram. Faqat romantik rollar emas, triller va komediyada ham zo'r. Xayriya ishlarida faol, ko'plab ijtimoiy loyihalarda qatnashadi. Dilwale Dulhaniya Le Jayenge rekordsmen filmi hisoblanadi. London universiteti unga faxriy doktorlik bergan. Uning bo'yi 173 sm. Haqiqiy hayotda chekish va ichimlikni yoqtirmaydi. Uning eng taniqli poza ikki qo'lini ochib turishi. U ko'plab motivatsion nutqlar bilan mashhur. Gollivuddan takliflar olgan, ammo Hindistonda qolgan. Bolaligida aktyor bo'lishni emas, sportchi bo'lishni orzu qilgan. Shohruxxon faqat aktyor emas, ilhom manbai. Qaysi film sizga eng yoqqan? Kommentariyada yozib qo'ying.